Major, hurmatli kuzatuvchilar, 5-dekabr sanasi tabriklarimizni umid qilmoqda. Galdagi manzilimiz Urganch To'rman. Bu yerda Inobat onamizni, barcha farzandlari hamda turmush o'rtoqlari nomidan xursand qilamiz. Chiroyli tabrik, chiroyli syurprizga birgalikda guvoh bo'lasa boshlaymiz. Assalomu alaykum. Inobat ona, tavlidlaringiz muborak bo'lsin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, salomat yuring. Farzandlaringizni rohatini ko'rib yuring deymiz hamisha. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Syurpriz yoqdimi o'zi? Bugun sizni kimlar nomidan tabriklayotganimiz ko'ngilingizda, to'g'rimi? Kim nomidan syurpriz? Albatta, hayajondasiz. Bugun farzandlaringiz nomidan, birinchi galda turmush o'rtog'ingiz Abdulla akamiz nomidan, Iroda qizlaringiz Jamshidbek o'g'lingiz Anoxon kelalaringiz nomidan hamda sizni yaxshi ko'radigan barcha nevaralaringiz nomidan tabriklaymiz. Tabriklaringiz muborak bo'lsin, muborak. Chiroyli qarsaklar onajonimiz uchun. Rahmat, yaqinlar bemalol yonlarida turishlaringiz mumkin. Yaqinlaridagi qilamiz, onajonimizni yonlarida turamiz. Marhamat, tabriklar qo'yamiz. Inobatona yana bir bora bugungi tavlidlaringiz muborak bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, salomat yuring. Farzandlaringizni rohatini ko'rib yuring deymiz hamisha. Yana bir bor bugungi tavlidlaringiz muborak bo'lsin, jon tabriklaymiz. Bugun albatta sizni farzandlaringiz nomidan tabriklaymiz. Eng chiroyli, eng go'zal niyatlarni bugun albatta farzandlar nomidan sizga yetkazamiz. Bugun farzandlaringiz, onajonimiz tavlidlari qattiq yaxshi ko'ramiz ularni. Biz farzandlarni baxtiga hamisha sog' yursinlar onajonimiz. Bizni 9 oy qornlarda ko'tarib, ikki dunyo orasida dunyoga keltirganlar. Bizni jannatimiz, bizlarni beminnat to'g'rimiz onajonimiz baxtimizga hamisha sog' yursinlar deya tabriklamoqda. Tabriklarimiz yana bir bor. Günleriniz mübarek bo'lsin, muborak. Bugun albatta farzandlaringizni nomidan tabriklaymiz sizni. Eng chiroyli, eng go'zal niyatlarni farzandlaringiz sizga yo'llamoqda. Onajonimiz dunyodagi eng yaxshi, eng mehribon insonlardan biri. Doim biz farzandlarni birinchi o'ringa qo'yadigan,
doim biz haqimizda qayg'uradigan umrini biz farzandlarga bag'ishda qilgan insonojonimiz. Umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar, bizni baxtimizni ko'rib o'tsin hamisha. Eng go'zal kunlarimizda, baxtiyor damlarimizda yonimizda tursin onajonimiz degan sizni tabriklamoqda. Davlatlaringiz muborak bo'lsin va aytibdilarki, o'zimiz katta bo'lyapmiz-ku, ko'proq onajonimiz qadriga yetyapmiz, chunki bizni qanchadan qancha turlarni uxlamasdan allalar aytib ketadiganlar. Bizning boshimizda doim parvona bo'ladigan, bizning borimizda ham, yo'qimizda ham doim yonimizda turadigan inson bizning onajonimiz. Umrlar uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin, yuz o'shaga kirib bo'lsin, hojona bo'lib o'tsin deya sizni tabriklamoqda. Davlatlaringiz muborak bo'lsin deymiz yana bir bora. Va bugun onajonimizni eng go'zal sovg'alar bilan, chiroyli tabriklar bilan xursand qilishmoqchimiz. Biz farzandlarni doim baxtli kunlarini ko'rib o'tsin onajonimiz, yomon kunlarimizni ko'rmasin. Doim umrlari uzoq bo'lsin, onajonimizni boshi joynamozdan boshqa joyga egilmasin deya siz uchun maxsus Qur'oni Karim to'plamlarini hozirlagan farzandlaringizni nomidan qabul qilasiz, marhamat, tabriklaymiz. Yüreğim gülmez sensiz, Joynamozlarimiz marhamat. gülmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Sen dertlere derman, dertli kalplere ferman ya Habibi, ya Muhammed. Yüreğim gülmez sensiz, gözlerim görmez sensiz ya Habibi. Yana bora tabriklaymiz, umrlar uzoq bo'lsin, salomat bo'ling, hayotlaringiz hamisha mana shunday yaxshi kunlarga, ezgu kunlarga, chiroyli kunlarga boyovchiga tilakdoshimiz yana bir bora tabriklaymiz onajon. Va bugun farzandlaringiz nomidan yana bitta sovg'alarimiz bor ekan, farzandlaringiz nomidan qabul qilasiz. Bayram tortlari bor. Marhamat, shamchiroqlarni yoqib qo'yamiz. Ezgu niyatlarni, chiroyli tilaklarni bildirgan holatda tortimizni, shamchiroqlarni o'chirib qo'yamiz. Marhamat. Muborak bo'lsin, salomat yuring. Yana bir bor tabrikimiz va farzandlaringiz nomidan chiroyli she'rlarimiz bor. Ruxsat bersangiz o'qib eshitamiz. Albatta, farzandlaringiz nomidan qabul qilasiz chiroyli she'rlarimizni. Marhamat. Mayli, ko'nglingizni olaman ona. Har narsadan qo'yib men ustun. Sizni yaxshi ko'raman ona. Dard yo'qlasa uxlolmaysiz hech. Ming bor yig'lab kulolmaysiz hech. Aytay bugun bo'lmasidan kech, sizni yaxshi ko'ramiz ona. 5 ta bo'lsa o'rni bor deysiz. Har kun tashvish g'amimiz yeysiz. Sizsiz dunyo biz uchun nursiz, sizni yaxshi ko'ramiz ona. Boshim qo'yay bugun xoku poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga. Mehribonim, tanhogina jonim boringizga shukr ona. Boringizga. Baxtimsiz sizni qilay men xumolarni. Rostligimsiz yuzi qursin ro'yolarni. Allangizga alishmasman dunyolarni. Boringizga shukr ona. Boringizga. Or qilaman qilgan hamma xatoyimdan, ko'nglingizga bergan nogoh jafoyimdan. Umringizni so'ray qodir Xudoyimdan. Boringizga shukr ona. Boring. Allah'ın rahmetini ko'rsin. Hamma yaxshi niyatlarni aytganmiz. Rahmat ketgan, salomat bo'ling. Marhamat. Dünya betga uzoq umr tilaymiz. Shu Abdullah degan shaxsiy qarishlar. Shu fursatda iroda bilan hammaga uzoq umr tilaymiz. Yashasınlar. Ballar rohatini ko'rsin. Shunday to'ylar kelganimizlar. Bundan keyin Abdullah jamshid ham olmasa to'lib tashib kelsinlar.
Şaka beri devam etamiz. Rahmat. Yana bir tabriklayman. Shunday yaxshi yil. Oilada hech kim bilan el otdami yurtimizda hech kimdan kam bo'lmasin deb o'zini el otdan, yurtdan, oilasidan kechib chet yurtlarda yuribdi. Ilam shu sog'lik, salomatlik bersin. Shuni topgan yo'llari, topgan pullari oilasi bilan yeb ichish nasib ro'zi qilsin. Sog'lik, salomatlik bersin. Alloh qo'sha qarisinlar. Abdullah ukama yine yıllardan beri chetda yuribdi. Şu oilam hech kimdan kam bo'lmasin deb. Topgani yaxshi bersin. Nu orzu niyati bo'lsa Alloh taoloning o'zi yetirsin. Hech kimdan kam bo'lmasinlar, qo'shganlarni ko'rsatsin. Xonanda tinchlik bo'lsin. Oilasini shu otiqlarini rohatini ko'rib o'tish ukama nasib ro'zi qilsin. Qo'shganlarni ko'rsatsin. Oilada hech vaqt bir yomon kun bo'lmasin. Hammamiz ham kelib shu yaxshi yillarni xizmat qilish nasib etsin. Yine ağamın da şimdi yaxşı gün eken deyimi tulgan günü şağam bilen 100 yaşlara girsin. Köyünde hemen niyetlerini etsin, aktıklarını, çalıklarını görüp oturur, şulanı. Vaxtına, vaxtına süyenip oturgayla, iradelem, tebrikliymen, ötüp gitken olsam, akşam tulgan günü bile hem Rablen teyin karısın, bolların rahatını görsün. Hem yaşıp, oynap gülbül geysen, Xudayım. Köyünde ne niyetli olsa hemmesine yetişkeysen. Düşüyle de hem yaxşı güller bolsun, toylar olsun, yaxşı güllere gek. Hemmemize getirsin şundi güller. Ağamla, oruçtaya hemme ciğerlerim, ağalarım, kiyevler hemmesi tolup taşıp gelip bundan ham olarak etip oturgayımız. Rahmet. İrade kızım aytmapman. Köylümüzde bazen beraber. Şimdi sözümüzde bulmasam köylümüzde hem yaşaysam. Yani Allah Teala 100 yaş versin. Şu köylüğünde ne niyetin olsa Allah Teala'nın yüzü yedir. Sen Rabbine koşa kalır, serferzent olup arzu niyetlerinize Allah Teala'nın yüzü yedir. Ne niyetlerinize Huday Teala'nın yüzü yedirsin. Men sen yanlış tebriklemek mi geçirirsen kızım, ya Allah Teala'nın yüzü uzak yaş versin. Bir tebrikleymen doğan gününüz bilen. İlahim ağam bilen koşa qarıb, köyünüzde bilemen köp yaxşı niyetleriniz var. Hemmesine erişip, puanı bürgeysizler, Cemşidem, ağamam, amazav kelib, şu ileride Muhammedcan'ın toylarını yetip, puanı oturgaysızlar. Burada singlim senem tebrikleymen, akşam doğan günü yedi. Emrah bilen senem koşa qarıb, Allah'ın rahatını görüp, köyünündeki niyetlerini yetip, sağ yürgeysen. Hem yaxşı günler olsun. Rahmat, salomat bo'ling. Chiroyli va samimiy niyatlar uchun barchangizga minnatdorchilik bildiramiz. Marhamat, qizlarga navbat. Chiroyli tarzda tabriklab qo'yishingiz mumkin. Doğan günü bilen tebriklemen Xudayım. Ömrü islak olsun. Ekemden koşa qarib bürgeyiz Xudayım. Bize baktığımıza sağ boğaysız Xudayım. En yaman günümüz düşündüğüm boğay Xudayım. Yaman gün bulmağa yitirdi ama hiç kim onu yok almağa Xudayım. Sağ salamet boğayım Xudayım. Çektiğin ekemden eklemez. Hemmesi sağ salamet yigeyle tolup taş Xudayım. Ekem apan, ekem ükem namından tebrikleyeyim. Buldun mu? Cenab-ı hemen sen kadına fikir. Şurada Abdullah ülkem bilen balam Cemşid. Ailede, yılımızda, yurtumuzda sizlerde hiç kimden kem olmasın deyip gece gündüz hizmet edip, şurada kadını edip, şurada tapkalları ilayim yaxşı yürüyebilirsin. Bula aileden, elden, yurttan, bala çağdan, aileden vazgeçip yurtta yaşakta. Tapkalları yaxşı yürüyebilirsin. Koşa kararına. Ama şu tapkan pullarını bir menalı, mezmullu, misal için aileye bir hemmese keyifli yerlere sarf kılıp yeb içip oturuş nasip kılsın. Şularda kadrına yetinle. Rahmet emmeyiz. Baktığınıza sağ olun. Salomat bo'ling. Barchangizga minnatdorchilik bildiramiz. Yana bir muborak tavlidlar bilan muborak bo'lsin deymiz. Ana endi davramizda chiroyli kuy qo'shiqlar bilan davom etamiz. O'ynab kulasizlar marhamat qo'shiqlarimiz sizlar uchun.
gündüz seni uylap seni özledim. Denizde karanlığa tüm izlerim. Aşığından bozulun sen niye gezdin beni? La 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 seni şarala düştüm sürdüm dizine. Şara şarala seni şarala gittim taslan sen beni. Kala arada girdi arada avum yedim bizine. La 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 seni şarala düştüm sürdüm dizine. Şara şarala seni şarala gittim taslan sen beni. Kala arada girdi arada avum yedim bizine. Gidimin tek sorun var sonları. Seni şarala düştüm sürdüm dizine. Şara şarala seni şarala gittim taslan sen beni. Kala arada girdi arada avum yedim bizine. Seni şarala düştüm sürdüm dizine. Şara şarala seni şarala gittim taslan sen beni. Kala arada girdi arada avum yedim bizine.
Rahmat kerakman. Davron ustoz bo'lib ekan barchaga o'z minnatdorchiligimizni yo'llab qo'yamiz. Sonujon yana bora Tavlidlaringiz muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Mana shunday go'zal va fayzli davrlarda bu yoshlarni ko'plarni ko'rib bizga tilakdoshimiz. Ikki dunyo baxti so'zlartirib qolamiz. Yana bu bora Tavlidlarni muborak bo'lsin. Ushbu fayzli kunda xizmatingiz infozor mana Orzu jamoasi xodimlari boshlaydi. Barchaga tashakkur qilamiz. Rahmat. Baxtimdan quvonib yurib